$2000 ga yangi Cobalt oldim, aka. Qimmat olsan, uka. Voy, aka, 25-yil yangi bittasi Toshkentdan ko'chib ketayotgan ekan, chang bo'lib ketgan ekan. Srochi sotib yuboraman deb 2000 ga berardi. Bilasan, meni Sergeli mashina bo'lsa qancha tanishim boshqa telefon qilardi, 500 ga ham olib beraman. Men agar chaqirganingda 1.5 ga tushirib berardim. Aka, yangisi $11000. Qara, keyin safar maslahatlash. Men okayman. Qilib bu narsani hal beraman. Bo'ldi, aka, mana shu cho'tka qilib reklama qilib bering, bo'ldi. Bo'ldi, aka, baylashdi baraka. Xo'p. Nimani baraka qilib qo'yding? Ha, Mamitgan reklama qildiryapman. Diodlilar bor har xil. Ey, bir og'iz aytmaysanmi? Tanish ko'p bo'lmanda bir og'iz aytgan dedimi? White Star bor, gaplashib berardim. O'zim ham qo'yganman. Men qara sariq bo'ladi, cho'tka qilib yozib berishgan. Mana eng qizig'i bor, bularda dizayn xizmati bepul. White Star qilib berganmiz. Yur. Mana servis xizmati bilan bor, garantiyasi ham bor. Yorib boribdilar. Aytmaysan-da, yur. Sani vaqtingni tejash uchun bor, ana onlayn ham ish olib borishadi. Borib kelib, unaqa narsa yo'q. Bilmayman-da. Ana razmer o'lchash, mutaxassis maslahatlari ham bor, bepul. Zo'raganlar. Ana sariq bola bor, o'sha nomidan kelsang 10% chegirma ham qilib berishadi. Ha, yo'q. Bo'lmasa anuni atmay qilib yuboring. Lafz qildingmi? Atmay qilma. Bilmayman-da. Hozir aka 1 minut. Joniga mana shu uyomman. Qarochi 90 ming qilib beraman oxirida deyapti. Tushunyapsizmi? Birisini tushib bermayman deyapti. Nima deydi? Normalnimi? Avur. Bo'ldi, aka, boyiga $1000 sakrat o'rnida ketdi, bo'ldi. Baraka, aka, bay. Hech kimga sotib yubormay, bo'ldi, men oldim. Voy, bayqi bo'ldingmi? Ha? Shavkat akamni uyimi? Ha? Bir og'iz aytmaysanmi? Shavkat akamniki deb men kelishtirib berardim. Hozir 90 ga. Sen maslahat qil, maslahat olib berardik. 50 mingga olib berardim. Hozir sizdan so'radi, atmay qilaman telefon qilib bo'lmasa. Qara, lafz qildingmi? Lafzingda tur, bunaqa temayman aralashma. Keyin safar men bilan maslahat qilish. Et.